Vazn olish chellenjimizning birinchi kuni dushanba ertalab soat 7 da birinchi mahal pitaniya nonushta bilan kunini boshlab oldim. Soat 9 da imtihonim borligi sababli 9 gacha biroz imtihonga tayyorlandim. So'ngra imtihonga borib kelganimdan keyin zalga tayyorgarlikni boshladim. Yaxshiroq rezultat sezganligim uchun zalga borishdan oldin multivitamin, zink va kreatin ichaman. Challenge'imiz aynan vazn olishga qaratilganligi uchun zalda video olmasdan aynan progressga e'tibor qaratishga qaror qildim. Zaldan chiqib soat 11 da 2 mahal pitaniyamizni qilib, orqasidan immunitet uchun omega 3 ni ichib olib, soat 12 larda kaskachamizni kiyib, ishlagani sekin chiqib ketardim. Bizada soat 3 abid vaqti papsotdan tayyor bo'lgan guruchni olib 150 gram tovuq grudinka bilan muzlatilgan sabzavotlar qo'shib 3-mahal ovqatimizni sekin qilib oldim. Soat 5 da 4-mahal pitaniyamizni to'stir noniga asal bilan yeryong'oq moyi surtib, ustiga qo'shib tamadini qilib oldim sekin. Yana 2 soat qorin ochguncha ishlab, soat 7 da 5-mahaliga protein, 2 ta bana va 50 gram dark, ya'ni achchiq shokolad yeb, sekin ishga chiqib ketaveramiz yana. Gohida shunaqangi charchaymizki, shundoq kirish eshigi ochiq turgan domlarga ham doimgidek parol terib kirishga o'rganib qolarkanmiz. Tana avtomatik ishlayveradi, miyani dam oldirish kerak. Shunaqa qilib sekin soat 10 da tekin qilib qo'ydim endi. Bizada soat 10 6-mahal ovqatimizda salat barglariga 200 gram tovuq grudinkasini to'g'rab, ikkita shu karislarni kaloriyasi ko'p mazali karishkasi bilan yevaveramiz. Soat 11 gacha yuz qo'limizni yuvib, 7 mahal ovqatlangandan keyin yuz qatlamida yog' ko'payib ketmasligi uchun yuz mashqlarini qilaveramiz yengil. Va uxlashdan oldin 7-mahaliga 250 gram yogurt, 20 gram aralashgan yong'oq va 1 choy qoshiq asal bilan bugungi pitaniyamizni tugatamiz. Vazn olishga boshlagan challenge'imizni birinchi kunlik 7 mahal pitaniyadan keyingi natijasi 71-35 kg bilan birinchi kunni yakunlaymiz.